Shunda adis Andijonli Oyiz Buxorodan ekanlar-da. Men Qashqadaryodanman. Qanaqa? Buvim bilan turganman-da. O'shanga biz tez-tez viloyatga chiqib turamiz-da, qarindoshlar ko'p. Bacham Buxoroga ketdik, jiyanim to'y qilibdi. Ana, ko'rdingmi, ketdik. Shkan bo'zi shavat, amma xola ro'zi shavat. Shkan. Qanday Buxoron to'yi yoqibdimi? Ibizur, tezur bila. Devonacha. To'xtash. Ketdi Anjanga. Ukam xotini jijillabdi. Ketdi to'yga, ketdi. Xayriyat keldik. Kimini alishtir 2 soatdan keyin Qashqadaryoga ketamiz. Kattam tug'ilgan kunlar ekan, bor. Aytgancha yo'lda to'xtamaymiz. O'sha o'rganib qoldim, o'zim bilan ovqat oldim. Kelin kiyimizni almashtiring, biz mazalar yo'q ekan ko'rib kelaylik. O'zingizlar boraverasizlar taksida. Kelin bir haftadan keyin hamshiyamiz to'y bilan. Uni ham olib kelaman, haymi? Mosa o'siramasdan tez kiyinish, akam to'y qilyapti. Ashaqa ketamiz. Hech bo'lmasa ovqat yeb olaylik, qornim itdek och. Vaqt ketadi-da. Yo'q, ketmaydi, mana chef bor-ku, tez tayyor bo'ladi. 3 xil tamligi bor. Bo'lmasa sirligidan tayyorlang. Menga indekalik bo'la qolsin. Ot go'shtligi ham bo'ladi. Uni ustiga mazasi ham zo'r, ayniqsa sovusiz ziravorlari ta'miga tam qo'shyapti. Zebo, senga zo'r yangiligim bor. Senimni uzatamiz. Yaqinroq joygami? Bir qadam Xorazmga. Sizga ham yangiligim bor, siz yaqinda ota bo'lasiz. O, zo'r-ku. Ismim o'ylab qo'ydim, Yo'lchivoy. Nimaga Yo'lchivoy? Bu yurishimizda bola to'shni raddomda tug'ilmaydi, yo'lda tug'iladi. yo'llar bizlarni